Diabet bilan yashayotgan ko'plab insonlar oddiy sabzavotning foydasidan bexabar. Bugun sizga aytayotgan bitta sabzavot shunchaki yegulik emas, bu sizning diabetga qarshi qurolingiz bo'lishi mumkin. Agar siz ham diabet haqida oddiy, aniq va yurakdan gapirilgan maslahatlarni xohlasangiz, bu kanal aynan siz uchun. Obuna bo'ling va birga sog'lom turmush sari qadam qo'yaylik. Bu sabzavot karam, oddiy karam, ammo undagi antioksidantlar, vitamin K va tolalar qon shakarini barqaror ushlab turishda katta rol o'ynaydi. Karamni xom holatda, bug'da pishirilgan yoki ozroq yog'da qovurilgan holatda iste'mol qilsangiz, glyukoza darajasining keskin ko'tarilishini oldini oladi. Aytgancha, karamni limon suvi bilan birga yeyish uning ta'sirini yanada oshiradi. Ayniqsa nonushtada kam miqdorda karam salat. Bu kichik odat sizning shakar muvozanatingizni nazoratda ushlaydi. Agar sizga bunday foydali maslahatlar yoqayotgan bo'lsa, albatta layk bosing va izohlarda fikringizni qoldiring. Keyingi video esa qon shakarini pasaytiruvchi eng kuchli 3 ta ichimlik haqida gaplashamiz. Obuna bo'ling, sog'likka birgalikda erishamiz.